Şu darvozani ko'rasizlarmi? Devriy Ulu Jamining darvozasi Sivas viloyati Devriy tumaniga. Bular Saljuqlar zamoniga tuzatilgan bir jami. Ichi katta jami. Shu hammasi toshdan ishlangan, toshdan qozilgan. Bular gullarini har birini bir ayri ma'no mafhumlari bordir. Shunda ikki darvozasi bor buni. Bittasi shu jannat darvozasi deyiladi buni. Shunda masjid ichiga kirib ketiladi. Shu yerga shunda balandroq chiqib ko'rsatay. Shu darvoza toshdan tuzatilgan hammasi. Shu ham minorasi masjidda. Podshoh qayerga o'tiradi? Podshoh qayerga ekan desanglar, mana bu ham podshohning qal'asi. Endi qanday qilsam yaxshi ko'rinadi. Mana shuni ko'rsasam, podshoh shu yerdan yurib keladilar. Podshoh emas, amirlik. Shu yerga masjidga shu bir tarafdan yo'li bor. Podshohning kirayotgan yo'li shu bu bir tarafdan aylanib o'tadi. Bu xalq kirayotgan yeri. Shu yerdan kirib namozini o'qib ketadi. Yana bir darvozasi bor, uni ham ko'rsataman.